Men Borat Abduxoliq, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Varza qishloq fuqarolar yig'ini Ko'prikboshi mahallasidan keldik. Doktor Alini shifobaxsh choylari, tiroflari to'g'risida ma'lumot olib, biz shuni olib, ichib, bundan allaqancha foydalandik. Oyog'imiz tinmay og'rirdi. Oyog'imizga qon aylanishiga yaxshi davo bo'ldi. Endi boshqa bir shuningdek ehtiyojmand odamlarga ham shu dorilarni, choylarni, bu hammasi tabiiy narsa. Tabiiydan chiqqanki, buning ichida hech qanday kimikal boshqa narsa yo'q. Faqat tabiiydan olingan narsa. Bu sog'lom odam ham olib ichsa bundan hech bir zarar qilmaydi. Va hech qanday organizmiga, ichki a'zolarga foyda qilsa qiladiki, zarar qilmaydi. Kim olib ichsa 60 ga kirgan odam 18 yashar, 70 ga kirgan odam 25 yashar o'ladi. Shu holatda bo'lar ekanda, hamma tomonimiz zo'r, ishtaylar zo'r. Ko'zimizda ham muammo bordi, ko'zlarimiz tiniqlashdi. Nimada qon aynalishimizda ham bir muammo bor edi. Xudoga shukr, avvalo Xudo. Lekin shu hali bandani ham nimaga shunga hali sabab chiqib bergan. Shu sabab orqali biz o'zimiz sog'lig'imizni tikladik. Bundan minnatdormiz. Mana shu O'zbekiston bo'yicha ham boshqa bir davlatlardan, chet davlatlardan bunaqa narsani eshitganimiz yo'q. Necha joydan bo'lsa dorini olib ichdik. Xullas haligi reklama qilayotgan, katta reklama qilgan bo'lsa o'sha yerga bordik, lekin bunchalik bizga manfaat kelgan yo'q, bunchalik sog'lig'imiz tiklangan yo'q. Lekin bu yerdan juda katta manfaat ko'rdik. Sog'lig'imiz hammasi yaxshi. Oyoqlarimiz hali endi 15 kun bo'ldi xolos. Hali oxiriga borsak, Xudo xolasa sakrab yuradigan qolamizmi? Yo sportga qatnashadigan qolamizmi? Shu holatlar bo'lishi mumkin. Men do'stim ham oldi. Mahallaga tavsiya qildi, 2-3 kilo olib ketib. Lekin bizga yetib berdi. Hali yoshimiz ulug'ligi sababli uyimizga yetib berdi. Hammaga ham nima qilsa olib berar ekan. Ilohim tanijoylaring sog' bo'lsin, qilgan ishlaringga Alloh baraka bersin. Doimo tinchlik, omonlikda, sog' salomatlikda yurishni Alloh nasib ro'za aylasin. Alloh o'zidan begona qilmas. Sabab chiqib bergan sizlarga ham ishlaringga rivoj bersin. Nimaki maqsadlaring bo'lsa, Alloh shu maqsadlaringga yetkazishni nasib ro'za aylasin.